Hop, assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan JavaScriptda interpolyatsiya nimaligini ko'rib o'tamiz. Hop, kelinglar interpolyatsiya nima? A, Interpolyatsiya bu string ma'lumotlari ichida o'zgaruvchan, ya'ni dinamik ma'lumotlarni qo'llab ketish mumkin bo'lgan holat. Bu unaqa qiyin narsa emas. Nomidan unaqa vahimali ko'rinishi mumkin, lekin unaqa qiyin narsa emas. Kelinglar misol bilan ko'ramiz. Undan oldin sintaksini bir ko'rib o'tamiz. Interpolyatsiya qanaqa bo'ladi? Interpolyatsiya dollar belgisi va mana bunday qauslarga olinadigan va bularni atrofi mana bunday bektik bilan o'ralgan bo'ladi. Ichida esa bizni dinamik qanaqadir o'zgaruvchimiz bo'ladi. Dinamik ma'lumot. Va buni atrofida esa string ma'lumotlar bo'ladi. String bo'lishi mumkin, bu yoqda ham string bo'lishi mumkin. String. Xo'p, bu qisqacha ko'rinishi. Keling endi misolga o'tamiz. Masalan, let some thing misol uchun Doniyor deymiz. Ismi Doniyor ekan. Let yosh dedik. Yosh teng 25. Doniyorning yoshi 25 va ismi Doniyor. Xo'p, keling endi buni interpolyatsiyaga o'girib ko'ramiz. Let search ya'ni xabar teng. Misol uchun bu nima deyish mumkin? Mening ismim Doniyor va meni yoshim hop 25 ta. 25 ta deydi. Lekin mana bu ism va mana bu 25 yoshi yuqoridagi ma'lumotdan kelishi kerak. Mana shunday holatlarda biz interpolyatsiyadan foydalanamiz. Ya'ni boyagi formula bo'yicha nima qilishimiz mumkin? Ikkita chekka string nuqtalarini biz bektikka o'giramiz va Doniyorni o'rniga mana bu ismni qo'yishimiz kerak. Dollar belgisi va mana bunday qavs ichiga ismni kiritamiz. Bu yerda o'zgaruvchi bu yoqqa keladi va Doniyor bo'lsa Doniyor keladi. Endi 25 ni o'rniga ham xuddi shunday qilib dollar belgisi va gulli qavsni ichiga yoshni qo'yib qo'yamiz. Yosh. Xo'p, ana endi keling buni outputga chiqarib ko'ramiz. Dokument nuqta write desam ham bo'ladi, message xabarni. Xo'p, keling buni ko'ramiz. Mening ismim Doniyor va meni yoshim 25 ta degan yozuv keldi. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mana interpolyatsiya nimaligini menimcha yana tushundilaring. Keling yana bitta misol ko'ramiz. Let a teng 12. Let b teng misol uchun 11 bo'lishi mumkin. Keling ikkita sonning yig'indisini ko'rishimiz mumkin. Let result teng misol uchun bu natija degan string ichida bo'lsin. Buni nima qilamiz? Bektik ichiga olamiz, lekin natija a va b sonlarining yig'indisi bo'lishi kerak. Hop, lekin bunday qilishimiz xato bo'ladi, chunki ularni yig'indisini mana bunday holatda yozsak bo'ladi. Bo'ldi. Keling natijani ham chiqarib ko'ramiz. Result. Bu keling bir result alohida qilib chiqaramiz. Yoki konsolga chiqarganimiz ma'qulroq menimcha. Console.log message emas, result. Endi bu yoqdan konsolni ko'radigan bo'lsak, konsol mana natija 23 ga teng bo'ldi. Xo'p, interpolyatsiyani menimcha tushundingiz deb o'ylayman. Keyingi darslarda ko'rishguncha